Menga hech kim qilib bermaydi nonushta. Foydasi bo'lmagan va bu meni nolishdan. Qo'rqma hayotda o'zingnikini olishdan. Qo'rqma bir umr bitta o'rinda qolishdan. Maktabda senga buni o'rgatishmaydi. Maktablar tayyorlamaydi lider. O'rta klass ishlaydi va doim deydi. Ular doim berganini yeydi. Bu gapda ko'zing ochiladi. Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar hamda kuzatuvchilar. Bugungi bizning yangi mavzuimiz bo'linish belgilari, tub va murakkab sonlar. Bo'linish belgilarini biz rosa ko'p bo'lib o'tganmiz. Ya'ni masalan 2 niki, 5 niki, 10 nikini alohida o'rganganmiz. 3 niki, 6 niki, 9 nikini alohida, keyin boshqa sonlarni alohida ko'rib chiqqanmiz. To'g'rimi? Endi hozir biz bitta qilib o'tib ketamiz. Mana ularga ta'rif etib ketamiz o'quvchilar. Tub son degani nima degani? O'ziga va birga bo'linadigan natural sonlar nima ekan? Tub sonlar deyiladi. Tub sonlarga misol keltiradigan bo'lsak nima bo'ladi tub sonlar? Birinchi 2 dan boshlanadi. 2, 3, 5, 7, 9 ham kiradi? Yo'q, nima uchun? Chunki u ikkita bo'luvchi, ya'ni o'zi bilan birga bo'linishi kerak. Boshqa bo'luvchi bo'lmasligi kerak. Uni 3 bo'luvchisi ham bor-da, shuning uchun. Bitta yozib qo'yay bo'lmasam qaranglar mana. Tub son deyapman, tiq qo'yapman. Tub sonlarga mana 2, 3, 5, 7, 11 va hokazo. Endi murakkab sonlar. Bir ikkalasiga ham kirmaydi. Chunki murakkab son tarifi nima? Ikkitadan oshiq natural bo'luvchiga ega bo'lgan sonlar nima deyiladi? Murakkab son deyiladi. Masalan, birinchi murakkab sonimiz 4, keyingisichi 6, keyingisichi 8, keyin 9 va hokazo. Ikkalasiga ham na tub na murakkab deymiz, bir shu. Ikkalasiga ham. Tushunarli? Xo'p, endi demak murakkabni ham ta'rifini bilib oldik. Ana endi misollarga qaraymiz. Bo'linish belgilari haqida ortiqcha tushuncha berishim shart emas. 2 ni bo'linish belgisi oxirgi raqami 0, 2, 4, 6, 8 bilan tugasa bu 2 ga bo'linadi, boshqa hammasini bilasizlar. Xo'p, demak misollarga o'tamiz. 2 ga bo'linish belgisini yozing. Mana 2 nikini hozir aytib beraman, to'g'rimi? Bularni ko'rishimiz shart emas, tashlab ketyapti, o'zlaring ishlab qo'yasizlar. Aytayaptiki, A raqamining qanday qiymatlarida deyapti, son 2 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Demak, shuni bitta misolini ko'rib ketaylik. Mayli, bitta ta'rifini yozib bermayman-ku, misolidan bitta namuna ko'rib berib ketaveraman. 4-misolga qaraylik. 4-misolimizda hop 23470 nechidir-da endi A qilib qo'ygan. A raqamining qanday qiymatida 2 ga qoldiqsiz bo'linadi? Bo'linadi degani nechta nuqta edi? 3 ta nuqta. Demak, A ning qiymatlari necha bo'lishi mumkin? 2. Birinchi boshidan boshladik, mayli 0 ni oxiriga qo'shib qo'yamiz. 2, 4, 6, 8 va nima? 0. Agar mana shu A, mana shu A ning o'rnida 3 4 bo'lib turib, mana bu 7 ning o'rnida A bo'lganda nechta qiymatida bo'linadi? Yo'q, 10 ta qiymat. Chunki ixtiyoriy son raqam qo'yganingizda baribir oxiri 4 bilan tugayapti, muammosiz bo'ladi. Xo'sh, mana undan keyin 5 ga bo'linish belgisi haqida gap ketyapti. Demak, 5 bo'lish uchun oxirgi raqam necha bilan necha bo'lishi kerak? 0 bilan 5. Keyingisi mana 10 haqida gap ketyapti. Bularni o'zlaring ishlayverasizlar. Mana 4 ga bo'linish belgisini yozing deyapti. Oxirgi ikkita raqam nima bo'lishi kerak? 0 bilan tugashi kerak yoki o'sha oxirgi ikkita raqam nima bo'lishi kerak? 4 ga bo'linishi kerak. Yaxshi. Xo'sh, mana keyingisi 8, 9. Bu bo'linish belgilari haqidagisini agar rozi bo'lsalaring tashlab ketamiz o'quvchilar. Ya'ni buni o'zlaring mustaqil ishlayverasizlar. Men sizlarga ko'rib beradiganim mana bundan ko'raylik. Yoki bitta namuna ko'rib ketaveraylik. Bitta namuna ko'rib ketaylik, keyin muammo bo'lmaydi o'quvchilar. Xo'p. Misol uchun mana 4-misolimizda 2 haqida gap ketyapti. Men o'zim tuzib berib ketaveraman. Masalan, 3 ga bo'linish deganda nima qilamiz? Raqamlar yig'indisi, to'g'rimi? Demak, raqamlar yig'indisi bo'ladigan bo'lsa, masalan, bizga mana bunaqangi misol kelishi mumkin. 3 deb qo'yapman, ya'ni 3 ga bo'linish belgisi haqida. Qanaqadir masalan A yu 2. A ning qanday qiymatlarida mana bu son 3 ga nima qiladigan bo'lishi mumkin? Bo'linadigan bo'lishi mumkin. Uning uchun raqamlarimizni qo'shish kerak. 2 qo'shilgan 6 qo'shilgan 3 qo'shilgan 4 7 qo'shilgan A qo'shilgan 2. Hisob kitob. Bu necha?
11, 11ga 18, 20. 20 qo'shilgan a. 20 ga nechini qo'shganimizda bu 3 ga bo'linadigan son chiqadi. Albatta 1 edi. 21 yanachi. 4 ni 24 bo'ladi. Keyingisichi. 7, keyingisichi. 10 bo'lmaydi-yu. Raqam bermang. Son bo'lib ketyapti. Demak 3 ta variant. Tushunarlimi? Endi 4 bo'lsa oxirgi ikkita raqam haqida. Mana unga o'xshash. Endi 5 ham oxirgi ikkita raqam. Ya'ni masalan oxiri 0 va 5 bo'lishi kerak. Qolgan joyda umuman ahamiyatsiz. Keyingisi 6. 6 ga bo'linish belgisi uchun nima bo'lishi kerak? 2 ga ham 3 ga ham bo'lishi kerak. Hozir qaranglar-chi, shunaqasidan bormikin. Xo'p, mana bu yerda 3 ga deyapti. Mana 3 ga qoldiqsiz bo'linadi. Hozir ko'rgan misolimiz 25 ga doir ekan. 4 ga qoldiqsiz bo'linadi deyapti. Xo'p, masalan 17-sini ko'rib ketaylik mana. Xo'sh, 17 756 keyin b beribdi. Shu son deyapti, bo'linadi nechiga deyapti? 4 ga deyapti. B raqamining barcha qiymatlari yig'indisini toping. Ya'ni b ni nechtadir qiymati bor, o'shalarni topamiz. Faqat buni b kelyapti, bu ikkalasi ham nima ekan? Bir xil son. 4 ga bo'linish belgisi nima? Oxirgi ikkita raqami 0 bo'lsa yoki 4 ga bo'linadi. Demak, birinchi variant 0 ni olamiz. B teng 0 bo'lishi mumkin. Keyingi variant necha bo'lishi mumkin? 1 bo'lishi mumkinmi? 2 bo'lishi mumkinmi? Yo'q, 3 yo'q, 4 bo'ladi. Keyingisi necha bo'ladi? 8. Boshqa variant bormi o'quvchilar? Qaraymiz. Yo'q, chunki masalan bu 6 bo'lgan taqdirda 66 bo'linmaydi. Demak, shularni yig'indisini so'rayapti. 0, 4 va 8. Qo'shadigan bo'lsak, javob 12 kelib chiqadi. Xo'sh, 4nikini ko'rdik. 5 haqida tushuncha berdim. Endi hop 8 haqida ketyapti. 8 ga qoldiqsiz bo'linadi debdi. Mana 21 da ko'ramiz. Qaranglar. Aytyaptiki 725 va 1. Shu son deyapti, bo'linadi nechiga? 8 ga. B'ning raqamning qanday qiymatlarida? Demak, B ni topishimiz kerak. Bu 8 niki qanaqa edi? Oxirgi 3 ta raqami 0 bo'lsa yoki 8 ga bo'linsa. Demak, bu 250 nechidir? 6 bitta varianti. Yana variant bormi boshqa? Nimaga yo'q? Chunki hali farq qilish uchun 8 ga farq qilib qolish kerak. To'g'rimi? Masalan, raqamlardan 6 ga 8 ni qo'shsangiz ham, 8 ni ayirsangiz ham, baribir u raqamlar nimasidan komplementdan nima qilib qoladi? Chiqib ketib qoladi. Shuning uchun faqat mana shu oltiramiz. Xo'sh, keyingisi mana 9 haqida ketdi. 29 qaradik. 571 x ni 9 ga bo'lgan. 5, 7, 1 va x ni qo'shamiz. Qo'shadigan bo'lsak necha? 13 qo'shuv x. X ga necha qo'shsak bo'linadigan son chiqadi? 9 ga. 5. Yanachi. Bormi yana? Yo'q, faqat bitta 5. Chunki masalan 5 ga 9 ni qo'shsak ham o'shib ketib qoladi, 9 ni kamaytirsak chiqib ketib qoladi. Savollar bormi bu bo'yicha? Keyingi betiga o'tamiz. 11 ga bo'linish belgisi eng qiyin, hali yodlashda qiynaladi, to'g'rimi? O'shanga ham mana misol kelyapti. Xo'sh. 11 tikidan ham bitta ko'rib qo'yaylik, 34 qarang. Demak, 34imizda A beryapti-da. Shuni 11 ga bo'linadigan bo'lsa, deyapti. Qoldiqsiz bo'linadi. A ning qanday qiymati? 11 ga bo'linish belgisi nima edi? Toq o'rinda turgan raqamlar orasida juft o'rinda turgan raqamlar hammasining ayrimasi 0 bo'lsa yoki 11 ga bo'linsa. Demak, buni toq va juft qilib chiqish kerak. Qarang, toq o'rinda turgan deyapti. 90 degan yo'q. Demak, tepagali hamma safda turganda 1 2 qilib chiqamiz. 1 2 1 2 1. Endi birinchi bu birlar qo'shib chiqamiz. Ya'ni 7 1 va A. 7 ga 1 ni qo'shsak 8 plus A. Endi 2 ni qo'shib chiqamiz. 2 lar necha ekan?
9 qo'shuv 3 mi? Javob nechi? 12. Ana endi farqi yo'q. Hammamiz manfiy sonlar bilamiz, to'g'rimi? Qaysini kerak? Bundan bunimi, bundan unimi? Ha, bundan buni ayiramiz. Bu 12 dan ayirish kerak. 8 minus a. 8 plus a. Nechi chiqadi? 4 minus a chiqadi. Bitta a qiymati nechi bo'lishi mumkin? A teng 4 bo'lganda. To'g'rimi? Yana boshqa variant bormi? Masalan, bundan buni ayirganimizda va bu 11 dan nima ketib qoladi? 11 ga radison chiqadi. Faqat shu 4. Savollar bormi? Xo'sh, ana endi sizlarga sal qiyinlashtirib jumboqqa o'xshatib qo'yadi. Masalan, mana 36. Bo'linish belgilaridan foydalanib quyidagi mashqlarni bajaring deb qo'ydi. A dan J gacha bo'lgan harflarni har bittasida bittadan mashq berib. Qaranglar, birinchisi 2 ga bo'linadigan eng katta 2 xonali va 3 xonali sonlar yig'insini toping. 2 ga bo'linadigan eng katta 2 xonali son nechi? 98. Ha, 3 xonalisichi? 998. Ikkalasini nimasini toping deyapti? Yig'insini toping. Ikkovini bir-biriga nima qilib qo'yish kerak? Qo'shib qo'ysak bo'ldi. Mana isini ko'raylik oxirroqda. 5 raqami bilan tugaydigan 9 ga bo'linadigan 3 xonali sonlarni yozing. Zo'r ekan-a? Tushunishlaylikmi? 5 raqami bilan tugaydigan 9 ga bo'linadigan 3 xonali sonlarni yozing. Zo'r ekan. Mana shuni ishlaymiz. 36. Qarang, 36 ni isini ko'ramiz. 36 ni isi. Mana. Shartini kiritib olyapman. 5 raqam bilan tugaydigan 9 ga bo'linadigan 3 xonali sonlar. Ya'ni masalan A, B, keyin 5 bo'lsa, mana shu son bo'linsin nechiga deyapti? 9 ga. Demak, bu degani mana bu A bilan B ning yig'indisi nechi bo'lsin deyapti. 9A, B keyin 5 ni qo'shganimizda 9 ga karali son chiqishi kerak. Bu degani yo 9 chiqishi mumkin, yo 18 chiqishi mumkinmi? 27 chiqishi, 27 chiqishi mumkin emas. Chunki 27 dan 5 topib tashlasak nechi? 12 bo'ladi. 24 bo'ladi. Keyin A bilan B 12 bo'la olmaydi-yu. Endi 18 deymiz. Masalan, hop, birinchi deymi? A plus B plus 5 teng 9 degan. Ya'ni shu uchalasini yig'indisi 9 chiqsa, nima bo'ladi? Bu son 9 ga bo'linadi. Demak, bu degani A plus B nima bo'lishi mumkin degani? 4 bo'ladigan kombinatsiyani ko'rib chiqamiz. Keyingi variantda nima bo'ladi? A plus B plus 5 necha bo'lishi mumkin? 18. A plus B necha bo'lishi mumkin? 13. Keyingisida aytdim 24 bo'lib turib bo'lmaydigan variant. Endi A bilan B ning yig'indisi 4 bo'ladigan kombinatsiyalar ko'rib chiqamiz. Nima bo'lishi mumkin? 4 bilan 0. Ha? Keyin nechi? 1 bilan 3, keyinchi 3 bilan 1, keyin 2 bilan 2. Boshqa variant yo'qmi? Ya'ni endi shularni menga yozasizlar degandek gapda. Ya'ni 405 birinchi variant, 135 ikkinchi variant, 315 uchinchisi, ha? Endi bunisini yozamiz. 13 bo'ladigan qanaqa? Nechi? 13 bo'ladi. 7 bilan 6, keyingisi nima? 6 bilan 7 buriladi. Teskarisini olib ketaylik. Keyingisi nechi? Hop, mana 6 bilan 7 dan keyin 8 ga o'taylik. 8 bilan nechi bo'ladi? 5 bo'ladimi? 8 bilan 5, keyingisi 5 bilan 8. Keyingisichi? 9 bilan 4, keyingisichi? 4 bilan 9. Boshqa variantlar yo'qmi o'quvchilar? Yo'q, a? Sanaymiz, nechta bo'lsa shuni yozib qo'yamiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ta. Demak, nechta ekan? 10. Savollar bormi bu bo'yicha? Yaxshi. Demak, keyingisiga o'tamiz. Xo'sh, 38. Quyidagi tasdiqlarning qaysilari doimo to'g'ri? 2 ga yoki 3 ga bo'linadigan sonlar 6 ga bo'linadi. To'g'rimi bu? Yo'q. 2 ga yoki 3 ga deyapti. Yonga yo bunga deyapti. 2 ga ham 3 ga ham bo'linsa, keyin 6 ga bo'linadi. Adashmaydi. Mana shunday qilib to'g'ri, noto'g'ri, to'g'ri, noto'g'ri qilib chiqasizlar. Xo'sh, 45 ni ko'ramiz keyin. Chunki qolganlarini qoldiqsiz bo'linadigan sonlar ajrating. Eslaringda bo'lsa 11 dan keyingilarni qanaqa topishni o'rgatdik. To'p ko'paytiruvchi ajratamizda o'sha qaysi sonlar chiqadigan bo'lsa, mono va mono sonlarga bo'linsa, demak u son bo'linadi.
Bitta sonnikini keltirib chiqaraylikmi? Nechinikini keltirib chiqaraylik? 28nikini keltirib chiqaraylikmi misol uchun? 28 ni bo'linish belgisi qarang. Birinchi tub ko'paytuvchi ajratamiz. 2 ga bo'lamiz. Nechi? 14. 2 ga bo'lamiz. Nechi? 7 niki 7 ga bo'lamiz. 1. Demak 28 degani bu 2 dan 2 da, 7 dan 1. Buni darajani yo'qotib olamiz. 2 ni ikkinchisi nechi? 4. 7 ni birinchisi 7. Demak 4 va 7 ga bo'linadigan sonlar demak 28 ga bo'linadi. Tushunarli-a? Misol uchun mana bizga beryapti-da. Xo'sh, bir to'p sonni beryapti ekanda mana buni 40 larda. Quyidagi sonlarning qaysilari 12 ga qoldiqsiz bo'linadi? 12 ga bo'linadigan ajratib yozing. 12 ga bo'linishni nima qilamiz? 4 bilan 3 ga bo'linishi kerak. Bitta qaraysiz, oxirgi ikkita raqam. Tap mana ular 4 ga bo'linadi. Demak 4 ga bo'linsa keyin 3 ga bo'lingan tekstinga yaxshi. Tushunarlimi? Xo'sh, 44 ni ko'ramiz yoki 45. 45 ni ko'raveraylik 12 ga doiraga. Hop, 45. 543 x shu bo'linish kerak ekan nechiga? Qoldiqsiz bo'linadigan x ning raqamini qiymatini toping deb qo'yibdi. Shu son bo'linsa 12 ga. 12 ga bo'linish uchun nima dedim? 3 bilan 4 ga bo'linish kerak. Mana bunday deb qo'yay. Mana 12 teng deyapman. 3 ko'paytirilgan 4. Ya'ni 3 ga ham pitichka bo'lish kerak, 4 ga ham pitichka bo'lish kerak. Qaranglar, 3 kun tekshirish osonmi? 4 dakinimi savol sizlarga. Xo'p. 4 daki uchun yozyapman. X qiymatlari nimalar bo'lishi mumkin? 2 bo'lishi mumkin. Chunki 32 bo'ladi, ha? Yanachi? 6, yanachi? Boshqa varianti bormi? Yo'q. Ha, endi 3 kuni yozyapmiz. 3 kuni hisoblab ko'ramiz. 5, 4, 3 ni qo'shamiz. Necha? Xo'p, demak 5, 4 ni qo'shadigan bo'lsak 12. 12 qo'shilgan x imiz bo'linish kerak nechiga hozir? 3 ga bo'linish kerak, to'g'rimi? Ha, demak x qiymatlari nima bo'lishi mumkin? 0 bo'lishi mumkin. 3, 6, 59. Bizga ikkala qoidaga ham bo'ysunish kerak. Chunki nimaga 12 ga bo'linish? Ikkalasida ham bir xil nechi? 6. Demak x teng necha ekan? Bu bo'ldi shu. Savollar bormi? Davom etamiz. Xo'sh, keyingi betiga o'tdik. Mana sonni beryapti. 5 ga va 4 ga qoldiqsiz bo'linadigan son bo'lsa deyapti. B plus C ning eng katta qiymatini toping. Zo'r ekan. Mana bu 50 da ishlab ko'ramiz. Qarang. Shu son deyapti. 4 ga va 5 ga qoldiqsiz bo'linadi. Mana qaranglar. Bu bo'linadi 5 virgul 4 qilib qo'yapman. Ya'ni 5 ga ham 4 ga ham nima qiladi ekani bu? Bo'linadi deb o'zimizga nima qilaverdik? Bo'lsa deyapti. B plus C ning eng katta qiymatini toping deyapti. Mana bu B bilan plus C ni eng katta qiymatini topishimiz kerak. Shart tushunarlimi? Endi hisoblab ko'ramiz. Qaranglar. 4 ga bo'linish uchun ikkalasi ham nima qilish kerak? Oxirgi ikkita raqam bo'linish kerak. Bizda B ham C ham nima? Noma'lum. Endi bu yerda biz C ga yuzlanamiz. Chunki C nimaniki? 5 nikida. 5 niki 0 bilan 5 bo'lishi kerak. 5 bilan tugaydigan desak, qaysidir 5 bilan tugaydigan son 4 ga bo'linadimi? Yo'q. Demak C majbur necha bo'lishi kerak ekan? 0. Ana. C ning qiymati kelib chiqdi. Demak C 0 bo'lsa, B ga bog'liq bo'lib qolyaptimi? Necha bo'ladi B? 2 bo'lganda 20 bo'ladi. Eng katta qiymat 2 ga 9 to'g'ri. 8. Chunki nimaga B miz 8 deyapman? 80 bo'ladi. 80 o'z-o'zidan 4 ga bo'linadi. Demak, bu yerda B plus C degan, ya'ni 8 plus 0 teng javob 8. Savol bormi? Qarang, bu yerda buni top demayapti. Mana buni ichidan eng kattasini top. Ya'ni topas oldin nechtadir chiqadi, o'shalarning ichidan ham yana nimanidir topasiz. Ya'ni 2 bosqichli savol. Xo'sh, keyingisi mana 54 gacha shunaqa ekan. Keyingisi ko'ramiz. Xo'p, 57. Birdan boshlab deyapti, 50 gacha nechta tub sonlar mavjud deyapti. Tub son nimaligini tushuntirib berdim, ha? Nima yerda yozib kelasizlar? Muammo narsa emas. Xo'sh, mana 59 da beryapti. 25 dan 50 gacha kesmada nechta tub son mavjud deyapti. Bu muammo narsa emas ekan. Mayli bitta oraliq qilib tushuntirib beraman o'zim sizlarga.
Misol uchun olaylik. Hop, 10 dan 20 gacha olaveraylik. 10 dan 20 gacha oralig'ida nechta tub son mavjud deydi-ya. Tub sonlarga ajratamiz, yoki murakkab sonlarga ajratamiz. Tub sonlar va murakkab sonlar. Tub sonlar necha? Bular ham kiradi deb olaylik. To'rtburchak qavs qilib qo'ysam kiryapti. Ya'ni 10 dan 20 gacha. Tub sonlar necha? 11. Keyingisi 11, 13, keyingisi 17 va 19. Keyingisi murakkab sonlarga 10, 12, 14, 15, 16, 18 va 20. Buni tushundilaringmi? Qiyin narsa emas. Hozir bizga bergan faqat ko'proq oraliq bergan. Masalan, 1 dan 50 gacha degan, 25 dan 50 gacha va hokazo, va hokazo. 62 qaradik. 62 deyaptiki, tub raqamlar yig'indisini toping. Raqamlar deganda 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 va 9 tushuniladi, to'g'rimi? Shularning orasidan tublarini topamiz. Tublari necha? 2, yig'indisi degancha qo'shib keting. 3, 5, 7. Bormi yana? Yo'q. Qo'shsak necha bu? 17. Bu mana shu savol. Savol bormi? 63 ga qaradik. 63. Quyida aytingizda qanoatlantirilgan x va y tub sonlar juftligini aniqlang deyapti. Ya'ni bizga a dan boshlab h gacha bo'lgan komplement beryapti. Birinchi bitta ko'ramiz. Masalan, a si x plus y teng deyapti. Necha? 5 deyapti. Bu yerda x ham y ham tub son. X y necha bo'ladi bu yerda? 2 bilan 3 yoki 3 bilan 2 farqi yo'q u narsa. Tushunarli? Xo'p, yana bitta ko'raylik. Masalan, ayirishda e beryapti. E necha bilan necha? Bu ham 3 bilan 2. Bu faqat 3 bilan 2 bo'ladi, bu. 2 bilan 3 bo'ladimi? Yo'q, bo'lmaydi. G sini ham ko'rib qo'yaylik. Bitta ko'paytirishdan. X ko'paytiruv y teng 26 ekan. Necha bilan necha bo'ladi bu? 13 bilan 2. Savol bormi o'quvchilar? Xo'p, o'zlari keyin mustaqil ishlash uchun topshiriqlar. Demak, vazifa deb yozamiz. Vazifa mustaqil ishlash uchun topshiriqlar. O'quvchilar, mavzumiz bo'yicha savollarimiz bormi? Savollarimiz bo'lsa darsimiz